Assalomu alaykum kelajak mediklari. Premium biologiya birinchi qism kitobimizning birinchi darsi. 5-mavzu laboratoriya jihozlari bilan tanishib o'tamiz. Laboratoriya jihozlarini sizlar bilan bir nechta guruhlarga bo'lib o'rganamiz. Eng birinchisi asosiy laboratoriya jihozlari. Ushbu jihozlarni barcha biologik laboratoriyalardan topishimiz mumkin. Birinchisi bu mikroskop, ya'ni yorug'lik mikroskopi. Yorug'lik mikroskopi hujayralarni, to'qimalarni, mikroorganizmlarni kattalashtirib ko'rsatish uchun foydalaniladi. Ya'ni inson ko'zi bilan ko'rish imkoniyati bo'lmagan hujayra, to'qimalarni aynan yorug'lik mikroskopi yordamida ko'ramiz. Keyingisi Petri idishchalari. Petri idishchalari bu mikroorganizmlarni o'stirish uchun foydalaniladi. Petri idishining ikkita qismi bor. Birinchi qismida aynan ma'lum bir muhit shakllantiradi, ozuqaviy muhit. Shu ozuqaviy muhitga bakteriyalar ekiladi, ya'ni bakteriyalar shu ozuqa muhitda ko'payishni boshlaydi. Ikkinchi qismi esa o'sha qopqoq hisoblanib, o'sha qopqoq bilan Petri idishining tagli qismi yopib qo'yiladi. Keyingisi probirka va probirka stendi. Probirkalar bu suyuqliklarni saqlash uchun, suyuqlik namunalaridagi reaksiyalarni kuzatish uchun, turli xil reaksiyalar o'tkazish uchun qo'llaniladigan laboratoriya idishi hisoblanadi. Probirka stendi esa aynan probirkalarni tik holatda tutib turish uchun kerak bo'ladigan laboratoriya jihozidir. Keyingisi mikropipitka. Mikropipitka bu suyuqliklarni aniq o'lchab olish va ko'chirish uchun ishlatiladigan jihoz. Bu siz ko'rib turganingiz avtomatik mikropipitka hisoblanadi. Ushbu mikropipitka yordamida suyuqliklarni aniq o'lchab namunasini olamiz va ularni ko'chirib boshqa bir probirkadan ikkinchi probirkaga misol uchun o'tkazishimiz mumkin. Keyingisi skalpel. Skalpel bu o'tkir tig'li pichoq hisoblanib, laboratoriyadagi aynan tirik obyektlarni kesish uchun, misol uchun o'simlikning bir qismidan kesma olish uchun yoki boshqa bir to'qimadan biron bir kesma olish uchun skalpeldan foydalaniladi. Skalpelning aynan o'tkir pichoq qismi almashinadigan bir martalik bo'ladi. Keyingi jihozlarimiz isitish va sterilizatsiya jihozlari. Birinchisi spirt lampasi. Spirt lampasi materiallarni isitish va sterilizatsiya qilish uchun foydalanadi. Ya'ni spirt lampasida biz spirt bilan to'ldirilgan qismi bo'ladi va u yerga pilik o'rnatiladi. Pilik spirt bilan namlanib, keyin yoqiladi. Va biron bir jismni, biron bir materialni qizdirish uchun foydalanamiz. Spirt lampasining qopqog'ini yopib qo'yib, biz uni o'chirishimiz mumkin. Spirt lampasini hech qachon puflab o'chirib bo'lmaydi. Uni faqat qopqog'ini yopsak, u yerga kislorod kirmaganligidan keyin spirt lampasi o'chadi. Keyingisi avtoklav. Avtoklav bu laboratoriya jihozlarini madaniy muhit deyilganda o'sha Petri idishlarida o'stirayotgan turli xil bakteriyalar nazarda tutiladi. Madaniy muhitlarni yuqori bosimda sterilizatsiya qilish uchun foydalaniladi. Ya'ni katta bosim ostida turli xil jihozlarni va mana shu turli xil muhitlarni sterilizatsiya qilish uchun biz avtoklavdan foydalanamiz. Keyingisi inkubatorlar yoki termostat ham deymiz. Bu mikroorganizmlarni kerakli haroratda o'stirish uchun foydalaniladi. Ya'ni bu shunaqa bir pechga o'xshab ketadi. Ma'lum bir haroratni doim ushlab turadi. Misol uchun 37 gradusda biz mikroorganizmlarni Petri idishlarda ko'paytirishimiz kerak. Chunki bakteriya uchun qulay sharoit 37 gradus hisoblanadi. Va doimiy 37 gradusni ushlab turish uchun, haroratni ushlab turish uchun biz inkubatorlardan, ya'ni termostatlardan foydalanamiz. Keyingisi saqlash va sovutish qurilmalari. Birinchisi muzlatgich. Barchamiz biladigan o'sha uylarimizda ham bor muzlatgichlar. Bu mikroorganizmlarni kerakli haroratda o'stirish uchun foydalanadi. Ya'ni past haroratda o'stirish uchun ba'zi mikroorganizmlar past haroratda o'sadi. O'shaning uchun muzlatgichlar bizga kerak bo'ladi doimiy past haroratni ta'minlab turish uchun. Keyingisi kriogin konteynerlar. Kriogin konteynerlar suyuq azot namunalarini uzoq muddat saqlash uchun. Ular maxsus devori qalin metalldan tashkil topgan idish bo'lib, unda suyuq azot saqlanadi va suyuq azot ba'zi bir laboratoriya ishlarida foydalaniladi. Mana shu kriogin konteynerlar yordamida suyuq azot saqlanadi. Keyingi laboratoriya jihozlarimiz bu o'lchash va tahlil qilish qurilmalari, tarozilar, analitik yoki elektron tarozilar. Tarozilar moddalarni massasini aniq o'lchash uchun ishlatiladi. Spektrometrlar.
Spektrofotometrlar bular eritmalarning optik zichligini o'lchash uchun foydalanamiz. Misol uchun, suv yorug'likni qanchadir darajada sindiradi. Ya'ni suvning yorug'likka nisbatan o'ziga xos zichligi bor. Mana shu yorug'likka nisbatan eritmalarning zichligini o'lchash uchun spektrofotometrlardan foydalanamiz. Keyingisi pH metrlar. pH metrlar bu eritmaning kislotalik darajasini, ya'ni pH ko'rsatkichini o'lchash uchun foydalaniladigan jihozlar bo'ladi. Keyingisi sentrifugalar. Sentrifuga bu eritmadagi komponentlarni ajratish uchun foydalaniladigan qurilma hisoblanadi. Misol uchun, ma'lum bir gelsimon eritma bor. Eritma ichida turli xil massadagi, turli xil zichlikdagi moddalar bor. Turli xil moddalar bor. Shu probirkaga o'sha eritmani solamiz va sentrifugada katta tezlikda aylantirganimizda moddalar zichligiga, hajmiga qarab bir-biridan ajralishni boshlaydi. Sentrifuga aynan eritmadagi moddalarni ajratish uchun qo'llaniladi. Misol uchun qon. Qonni biz sentrifugada aylantirsak, qon turli xil qismlarga, suyuq qismi plazmaga, keyin hujayralar eritrositga, leykositga, trombositga ajralib qoladi. Aynan sentrifuga yordamida bu amalga oshiriladi. Himoya vositalari. Himoya vositalariga steril qo'lqoplar, niqoblar, xalatlar kiradi. Ular bizning laboratoriyadagi gigiyenik xavfsizligimizni va texnika xavfsizligimizni ta'minlash uchun bo'ladi. Keyingisi esa buyum oynasi va qoplag'ich oynalar. Misol uchun, o'simlikning bargidan biz kesma tayyorladik mikroskop ostida ko'rish uchun. Shuni buyum oynasiga qo'yamiz, unga ma'lum bir suyuqlik tomizib, uni keyin ustini qoplag'ich oyna bilan qoplaymiz. Ya'ni mikroskopda turli xil hujayra va to'qimalarni ko'rish uchun preparat tayyorlash uchun foydalanamiz. Demak, buyum oynasiga shu ko'rmoqchi bo'lgan hujayramiz, to'qimaning kesmasini qo'yamiz. Uni keyin qoplag'ich oyna bilan qoplab, mikroskop ostida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Konteynerlar, ya'ni turli xil biologik xavfli materiallarni yo'q qilish uchun foydalaniladi. Misol uchun, deylik, biz laboratoriyada xavfli biron bir bakteriya turini o'stirdik, uni ko'payishini ko'rdik, mikroskop ostida uni o'rgandikda, endi u bakteriyani biz yo'q qilishimiz uchun oddiy axlat qutilariga, chelaklarga tashlay olmaymiz. Uni maxsus biologik konteynerlarga tashlab, ularni zararsizlantirib, keyin umumiy chiqindiga qo'shish mumkin. Umumiy chiqindiga o'zi aslini olganda qo'shilmaydi, to'g'ridan-to'g'ri, sababi o'sha atrof muhitga tarqalib katta zararlarga olib kelishi mumkin bo'lganligi uchun bo'ladi. Demak, birinchi dars 5-mavzumiz laboratoriya jihozlari haqida edi. Shu bilan mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.